Hammaga assalomu alaykum. Captiva 1 ni kam yurganini, zo'r holatdagisini qidirib yurganlar uchun bitta Spark puliga 7 o'rindiqli Captiva avtomobilimiz sotuvda. $5900 mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 135 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Probegini, texnik holatlarini bemalol tekshirib olishingiz mumkin. O'zini radnoy probegi. Mashina 3.2 motor bilan jihozlangan, benzinda yurgan, gaz umuman hech qachon o'rnatilmagan. Texnik holatlari prosta super. Motor ходовой korobkada hech qanaqa muammo yo'q. Balonlari sal eskiroq. Qishgacha amallab yurib tursa bo'ladi. Olgan odam faqat balon alishtiradi, boshqa hech qanaqa ish qilmaydi. Saloniga keladigan bo'lsak, salon holatlari ham zo'r holatda turibdi. 2008-yil mashina uchun bu yaxshi hisoblanadi. Ko'jalari yirtilib, yorilib bir narsalar bo'lib ketmagan. Konditsionerlargacha ishlab turibdi. Pioneer magnitofonlar o'rnatilgan. Patolog holatlarini ko'rishingiz mumkin. Oppoq holatda turibdi. 135 ming yurgan, bunaqasi kam qolgan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, orqa chap krilosi yuzaki sepilgan, ichiga o'tmagan. Qolgan joylari 100% toza. Xohlagan ustiga, xohlaganingizcha tekshirib olishingiz mumkin. 5900 bitta Spark puliga Captiva 7 o'rindiqli crossover. Ulgurib qolinglar. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.